Universal drabilkalarda nimani maydalasa bo'ladi do'stlar. Mana eng qiyin sholipa holda o'rab oladi deyapti. Hozir sinab ko'ramiz. 16 ta narsani maydalab ko'ramiz do'stlar. Qaranglar. Birinchisi sholipa hol, ikkinchisi mana nima deydi? Bir bola poya deyshadi bu narsani. Anonisini bug'doy deyshadi. Mana bug'doy qo'rsaqda olib kelib qo'ydi. Plasmas maydalab. G'o'lani tiqib ko'ramiz do'stlar. Qaranglar, g'o'li kattaligini qo'limdan ham kattasi. Toshni, pishig'i, shlakabloy, karton endi qo'ramiz. Bitta shipir ko'ramiz deb, endi mana chinni piyala bilan olmani maydalasa olmani pyure qilib beradi deyapti. Hozir olmani sinab ko'ramiz. Buni mazasi chiquvchi ketchup qo'shamiz. Eng qiyini alyuminlik abdastani qurbon qilishga kelishdik. Hozir chidab bersa bo'ldi. Va oxirida salapanni tiqib turib, shuni upakovka qilib hammasini tashlab yuboramiz do'stlar. Va 16-narsa buni bizda dumbil deyshadi. Qattiqdir sumbul deyshar ekan, qattiqdir kukuruz deyshar ekan. Sizlarda nima deyshadi do'stlar? Aytmoqchi. Jigarlar, like qo'yib, kommentariy yozinglar. Masha akani men qiynadim, mana shu hammasini maydalaymiz dedim. Nima bo'lsa bo'ldi, chidab berasiz desam, aka mayling, iloji yo'q dedi. O'shuning uchun mana uni bizda dumbullikda sizlarda nima deb yozishadi? Kommentariy yozinglar, like qo'yib qo'yishinglar chiqmasin. Buni bizda abdasta deyshadi. Qayerdadir boshqa narsa deyshar ekan nomi. Ha, aytmoqchi. Siz qaysi shahardansiz? Like qo'yib, kommentariy yozinglar. Like qo'ygan qo'liz iloyim kabatulloh tushasin. Xo'p. Endi keling Elmurodjon bir hammasini maydalab bitta ko'rsatib beraylik. Bular drabilka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Elmurodjon, sizmisiz? Assalomu alaykum Oybekjon Batchilar, yaxshimisizlar? Bu Pirchoskani Elmurod Haqnazarovga o'xshaydi. Navoda aka-uka emasmisizlar? Yo'q. Yo'q, ha, Navoda. Xo'p. Qarang, birinchisi nimadan boshlaymiz? Bug'doydan boshlaymiz. Mana bug'doy tayyor ekan do'stlar, kelinglar. Makkani soldik. Buni nimasidan ajratib beradimi, ajratilmaydi? Ajratib beradi, xolos. Ajratib ham beraveradi. Zaglonkasini ochamiz, ba'dan buni ham tashlaymiz. Ha, ba'dan buni ham tashlaymiz. Buni ham tashlaymiz. Zaglonkasini ochamiz. Hozir drabilkani sinab, keyin narxlarni pishim pashti tekinga yaqin qo'yardim deyaptilar. Buni narxlarini so'raymiz. Xo'p, aytmoqchi. Zo'r boshqa drabilkani ixtirosi ham bor ekan. Yoqing bo'lmasa bitta bug'doyni ko'raylik qanday chiqarishini. Ulan! Omali to'g'ri voqea insonlarga rahmat do'stlar. Mana shu changda o'pkalar ham menimcha o'zi yo'talishgan nima anaqa zog'ronon bo'lib yo'talishsa kerak bular mana. Maydalanib ketar ekan do'stlar. Bu ana nimaga bop ekan bu? Jo'jalarga. Jo'jalar. Hozir buni o'zagini ham maydalab tashladingiz ichiga. Maydalab tashladim. Mana ko'rsatib ko'rasiz. O'ti, вообще moshni ekan u. Zo'r. Endi keyingi nimamiz do'stlar, videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, Elmurod Haqnazarov emas. Familiyasi nima edi? Mening familiyam Botirov. Elmurod Botirov boshqasini ukamni yozinglar. To'g'risi. Ana poholni maydalaylik, eng qiyini poholni maydalash deyishyapti. Bitta solib ko'ringchi qanday ishlar ekan bunisini ham. Bu yoqish ham zo'r ekan do'stlar. Kulchatini keyin ko'rsatib beraman. Qaranglar. Turgan joyida shuni oyoqda yoqar ekansiz. Oyoqda o'chirar ekansiz. Voh. Bo'ladi. Oh. Oybek aka bu sholipaxo deyiladi bizda sholipaxo deyiladi. Buni ko'pchilik drabilkalar chiqara olmaydi. Buni qayshi qog'ilib boradi, o'ralib qoladi. Misol uchun hozir biz ham tashlashimiz mumkin hozir ko'pgina, lekin biz reklamachi unday qilmaymiz. Sholipaxo chiqaradi, chiqaradi akalar mana. Bemalol mana setkaga kuzatib qo'ying, setkasini mana oldiga setga qo'yilgan. Me'yorida solsa yaxshi chiqarar ekan. Me'yor chiqaradi, yaxshi chiqaradi. Do'stlar, bu degani dumbilni yumshoq oldim mana. Do'stlar, sizlar ham hali yosh bola, men ham ertalab o'g'ilcha endi bitta bilasizlar, 40 yoshga kirganda o'g'illik bo'ldim, chumbulni ertalabda o'ynab bermasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Sizlarda ham o'g'il bormi, shuni o'ynab turasizlarmi do'stlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Niyat qilganlar, o'g'il tug'sam chumbulni o'ynayman deb kommentariy yozib qo'yinglar. Yozilgan narsa amalga oshadi. Men ham yozganman bir paytlar. Xo'p, ya'ni buni me'yorida chiroyli qilib tashlasa, chiqaradi. Zo'r qilib chiqaradi. Chiroyli chiqaryapti. Lekin do'stlar uni videoga o'xshatib, hammasini tashlab, mayli aytdim, katta qilib tashlaysiz desam,
yoki ko'pkina tashlasangiz 20-30 sekund 1 minut maydalaveradi deydi. Keyin qiynaladi. Keyin sekin bari o'raladi deyapti. O'raladi. Sekinroq chiqarish kerak. Chunki любой drabilkaga o'raladi deyapti. Bunaqa drabilkaga me'yorda solsa chiqa olishi kerak. Chiroyli ish chiqaraveradi mana. O'shaning uchun do'stlar, rostini aytganimiz uchun ham like qo'yib qo'ydilarmiz. Ha do'stlar, videoda xotirjam bo'linglar. Hozir menimcha hammasini qilamiz. Ha, mana ko'ryapsizlar, e'tibor qildilaring. Menga yoqqan joyi eng udobli joyi bo'lar ekan. To'xtab turing, meni gapim bo'lmay turing. Xo'p. Men hozir beraman do'stlar. Prosta bu joyini aytib bermasam, u uchib ketadi. Men qochga drabilkalarni ko'rdim, men tepasini ochish kerak, boltlarni bo'shatish kerak, keyin oldi resetga almashtirish kerak. Bu juda opasin narsa. Bu tepasini olsa, ana kesadigan pichoq ochiq tursa, bilmagan qozi bitta-bittasi kelibdi, yoqib turib, yosh bola shuni kallasini qilsa yo'q-da. Opasin. O'shuning uchun bular nima ixtiro qilishibdi? Ochish ham shart emas. Shuni yonidan sug'urar ekansiz, yonidan tiqib berar ekansiz. Motor ochilmas ekan ham to'g'risi. Oson, yengil. Mana shu ixtiro uchun ham do'stlar, endi ham uyat bo'ladi. Mana shu yergacha ko'rib like qo'ymagan bo'lsangiz, win-win qilish kerak. Blogda haqqini qo'yib qo'yinglar. Xo'p, endi ana somonni bitta urib tiqaylik, keyin Qo'y boqib beramiz hozir. Qo'y boqib qilib, Qo'y boqib qilib, hozir. Voh. Zora qochib turay. Bo'ladi. Maşallah. Bo'ladi? Bo'ladi. Qani? Qolgan nisbatan yengilroq ekan buni ishlash. Yengilroq. Buni ham ana qilib solish kerak yo, buni ham me'yorda solib ketish kerak. Buni solaveradi buni, bemalol. Buni farqi yo'q. Buni farqi yo'q. Buni qancha solsa ko'taraveradi. Do'stlar, mana. Mayligini ko'rib qo'yasizlar. Endi somon bari bilan pahol menimcha shirin bo'lsa kerak. Endi qo'yga o'xshab yemaganman-ku. Prosta men nimaga bilayotganim, goh qo'lxonaga borsalar somon ko'proq turadi. Pahol doimo toza turadi. Endi paholi faqat maydalash qiyinroq ekan, buniki somondan o'zgan. Buni keyin sho'lqa bo'lxola bilan aralashtirib, ketchup, mayonezlar bilan aralashtirib, bida bersalar, qo'ylar ular gapirishni boshlaydi. Agar mayonez qo'shib gapirsangiz, to'shni gapirishni boshlaydi do'stlar. Xo'p. Endi Oybek aka xo'lni chiqarib beramiz. Qo'lni ham urib tashaveradi. Urib tashaveradi. Ko'pchilik setga qo'ymay chiqaradi. Biz ham setga qo'ymay chiqarishni tavsiya beramiz. Lekin biz hozir o'zimiz uchun setga qo'yib chiqarib ko'ramiz. Bo'l. Bu ham eksperiment do'stlar. Mana setkani kattasini qo'yapmiz. Olib kel, ya'ni nima deydi? Kukuruzza deydimi buni? Ha, bittasini olib kelsangiz bo'ladi. Hammasini tomasa ham bo'ladi, bittasini solaylik. Yo'q. Yo'qshan mazza ekan, oyoqda yo'qolgan. Bo'ladi. Mana. Endi qo'y bob desam to'g'ri bo'ladi, mol bob qilib berdi. To'g'rimi? Tayyor silos. Hozir nimaga Oybek aka hozir hamma silos qilyapti. Misol uchun agar 8 sotlik, 7 sotlik, 5-6 sotlik bo'lsa, bemalol o'zi olib silos qilsa bo'laveradi. Demak, tavsiya qilamiz, setga qo'ymasdan bemalol chiqarib bersa bo'laveradi. Biz o'zimiz uchun setga qo'yib sinab oldik. Lekin set kelsa do'stlar mana shunaqa qilib maydalab beraveradi. Bunisi endi un qivoradimi, bug'doydi do'stlar. Kepak holda keltiradi. Kepak qilib beradi, mana. Keling, operator bug'doyni ko'rsating mana. O'zimizning milliy bug'doy do'stlar. Pirlovka emas-ku bu. Yo'q. Pirlovka bilan bug'doy o'xshaydi bir-biriga. Bu setkasi mayda bo'lar ekan oldida. Bo'ladi.
Va pishi. Uni ham qo'yardim menimcha, buni elasa uni ham chiqib qoladi. Do'stlar, kel operator yaqinroq keling endi. Uyatmang-chi, hali lalolaysiz kirib o'pmayman, keling. Do'stlar, operator yaxshi olyaptimi yo'qmi? Bittasi hozir so'kinib yoribdi, o'sha gap to'g'rimi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Xudo xolasa jo'jalarga bemalol bersa bo'laveradi. Bemalol. Jo'ja mol qo'ylar voy haligi aytdimmi, ketchuqlar o'rniga somonlar aralashtirib, bug'doylar bersa, ullab olsa kerak qo'ylar ham. Ha, xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, endi-chi mana sizlar uchun xolasalaring mana hammasini bittadan tiqib beraveramiz usta. Men to'xtab turing dedim. Necha parasat ishlatsa ham menimcha yaxshi bo'lsa kerak-da, orada ishlatib turish kerak deyshadi. Nimaga desalaring, hozir bu drabilkaga do'stlar shlaka bo'ladi, solsang ham buni maydalaydi, pishig'ishda ham, toshda ham, o temirni tashlasa ham bir bola qilib tashlaydi choynaydi. Lekin bu qo'pol qilib aytganda bo'lmagan narsa, to'g'risi. Bu universal drabilkalar chorva, uy, joy, mol qo'yib borlarga to'g'risi. Buni olib borib plasmassa drabilka emas bu. Plan hozir qo'rchada ham tashlab beraman, muammo emas. Lekin bitta narsa bu hozir shunaqa ishlaydi. Keyin 4 kun, 5 kun maydalaganingizdan keyin pishadi bu. G'olani sovorsa maydalab yo'q qo'raveradi. Drabilka motorning quvvati zo'r. Lekin jinnilik qilmaylik, chiroyli ish qilaylik do'stlar. Shuning uchun mana shularni tabiatimizni buzmasdan ekologiyani saqlab qolganim uchun do'stlar, mana shu hozir bu hammasi ekologiya buzuk. Maydalangan tosh ishim kerak emas bular. Bular shag'al sotmaydi-yu. Ekologiyani sinab qolganim uchun do'stlar, like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Uni olmali men yeb beraman hali ketishdi. Xo'p. Endi Elmurodjon necha xil nimasini qo'shib berasiz? Mana to'rovi, mana shu setkasi, to'rovi qo'shilib beradi. to'g'ri qo'shib beradi. Bu ochiq ko'rlari bu mol boq. Bu qo'y boqib beradi. Bu ko'rlarni kepak holda keltiradi. Bu yorma holda keltiradi. Xo'p, do'stlar, menga qarab turing. Endi mana shu yerda shunday darsat pauzani yozamiz. Shomda o'qib olsa davom ettiramiz. Allohu akbar. Do'stlar, men orada ana tilimiz sepib chiqib turadi, adabaqa, yana tortib turaman. Shombaz azonga chaqar ekan demoqchi bo'ldim. Xo'p, keling endi qarang. 4 xil setga qo'shib berasiz. Motori necha kilovatli bularda? Bularda hozir Grelif motor qo'yib beramiz, 5 kilovatli. Alyumin motka. Misab motkasi Ariol motor bo'ladi. Qarang, misab motka yaxshimi, alyumin motka yaxshimi? Hozir eng hadovoy ketayotgan Oybek aka, hozir mana kuz kelyapti, hamma joy to'k pasayyapti. Hozir eng hadovoy ketayotgan alyumin motka. Do'stlar, alyumin motka bilan misab motkaning farqi, misab motkaga 220 to'lov bo'lmasa yaxshi ishlamaydi. Umuman ishlamaydi hisobga olib bo'ling. Alyumin motka to'k pastroq bo'lsa ham ishlayveradi. Ya'ni nima desam bo'ladi? Misab motka quvvatli, balandroq, yaxshiroq bo'ladi. Agar to'kingiz zo'r bo'lsa, misab motka oling, to'g'risi tavsiya. Agar to'kingiz qish kunida o'ynaydigan bo'lsa, unda alyumin motka tavsiya. Chunki alyumin motkada to'k pasayib nima qilishiga quvvati ham pasayadi, lekin o shunday ham ishlayveradi, xudo xolasa. To'g'rimi? To'g'ri. 155 ga ham ishlatib berib kelyapman o'zim vodiydan. Bo'lsa mis motorga 190 dan baland bo'lsa tavsiya qilamiz. Xo'p, endi mahalliy garantiya parantalari, haligi tishlariga garantiya parantalari qancha va motorlarga? Oybek aka motoriga 6 oy garantiya beraman. 6 oy ichida kuyib netib qoladigan bo'lsa almashtirib beriladi. Drabilka tishlariga 1 yil garantiya beraman. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. O'zi necha yilda tishni almashtirish kerak? Oybek aka bu o'zi drabilka faqat bir taraf ilatishi. Misol uchun motorda faza bo'ladi. Fazani o'rnini almashtirib qo'ysa, masalan 2 yildan keyin 2 yil, balki 3 yil keyingi taraf aylanadi. Ular bitta olgan odamni qartasi ham bo'laveradi. Misol uchun 5-6 yil xotirjam ishlatadi. Hali chaqlab keyin picha ovozlarda olib kelib chaqlab unaqa narsalar yo'q. Zo'r. Do'stlar, mana shu uchun ham like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Endi mullachiligini aytmading, necha pul bular? 2 million 500 ming dastavkasi tekin. 2 million 500 ming so'm, u dastavkasi qatgacha tekin? Dastavkasi Toshkentgacha tekin. Toshkentgacha dastavkasi tekin. Tekin. Toshkentdagi vohaga bir 200 ming 300 ming so'm qo'shilib qoladi. Bizning puli qo'shiladi xolos. Ha, 200 ming so'm pul qo'shilar ekan do'stlar. Bizning puli deganing do'stlar, endi like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar. Ham internet bittasi bu iflos bloger lokatsiyani aytmaydi, adresni aytmaydi, so'kib tashlashdi. Ha, adresni aytgan bilan bari nima dastavka deganiga tekin bo'lganiga nima farqi bor? Qashqadaryo bo'ladimi, Surxondaryo bo'ladimi, dastavkasini qilib berishadi do'stlar. Xo'p, o'shunda ham manzilimiz xudo xolasa
Farg'ona viloyati Yozyovon shahrining qoq sentrini shuni yonidan do'st kirib ketganlaringda o'sha joyda bo'ladi do'stlar. No, dastlabki uyga kelib ko'raman sizlarni, pожалуйста, mana uy sharoiti. Agar kelishsa yana ham tushib beramiz. O'zlar olib ketadigan bo'lsa, o'zingiz olib ketadigan bo'lsangiz, endi ko'rishing. Bularda ham yo'l kira, pul kira, balobatdalar rasxoticha kamayadi, bizin degandek. yaxshigina tushib beramiz. Kelib olib joyimizni olib ketsa, shu uyimiz shu yerda, seximiz ham shu yerda, ancha tushib beramiz. Bu bularga ham vigidni, sizlarga ham vigidni ekan. Endi kimdir uzoqroqdan, voha tomondan u qilib bu qilib dastlabki olib kelib beradigan bo'lsalar, undan ko'ra telefondan klikda ichine xishga surib yuborasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib olib borib xizmatlarni qilishadi. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar. Kommentariyaga Oybek tabiatni saqlaganing uchun rahmat deb kommentariy yozib bersangiz, chunki sizlardan faqat siz o'ynaganim yo'q. Men sizni farzandlaringizni, nevara-chevaralaringizni o'ylab tabiatni bulg'alamasdan uni masalalardan maydalamadim, to'g'risi. Bo'lmasam hozir nima muammo emasmi hozir menga? Toshni maydalamaydi deyapsizlarmi? Buni ana gazini bos kanalida g'ishtni maydalashdi, toshni maydalashdi, odam maydalashmadi xolos, to'g'risi. Qurchoqni ham qurchoqni maydalab beraman menga qiyinmi? Operator samti yo'q qo'yman hozir. Qurchoqni maydalab olmaydi deyapsizlar. Do'stlar, naryoqda ikkita qizlar qarab turishdi, yelib olishmasa bo'ldi do'stlar. Qaysinga yetib qo'ray? Mana. Mana menga yetib qoraman-da. Qaranglar, eng asosiysini. Vakil operator ko'rsatib ber. Buni zo'r bitta funksiyasi bor ekan do'stlar. Haligi svet yoqaman deb boru, buni qilib engash o'tirmas ekansiz. Shuni qilar ekansiz do'stlar, qaranglar. Funksiya. Mana. Hop. Hop. Bo'ldi. O'chirib yoqishab oyoqda ekan do'stlar. Xo'p. Endi ikkinchi operator bo'lam. Do'stlar, ikkita bo'ydoqni ushlab olganman. Bir duo qilib turinglar, mana shu ikki bo'ydoqni uylab olinglar do'stlar. Siz mana yerda oling operator. Yo, siz burada turing. Siz burada oling. Voy, bo'ydoq tezroq uylanib kommentariy yozinglar, mana shu uni uylab olsak, bosh-boshiga to'yni nima qilardik. Sizlar uchun eksperimentga, yana oddiy qo'rcha 10 ming so'm olib kelganmiz. Yana haligi 100 minglik qo'rcha Barbie deb o'ylamaylik. Biz ham jinni emasmiz. Undan ko'ra bolaga podarka qilgan yaxshi. Plasmasni ko'rsatib beryapmiz xolos. 1 2 3. Mana do'stlar, Patzi qo'rchoqni maydalab, o'lab, jo'lab tashladi do'stlar. Drabilkalarimiz xudo xolasa mana shundan miyasini yorib yubordi do'stlar. Bu plasmasni ham, g'o'la, taxta, ulu, luboy narsani maydalaydigan drabilka universal. Kimgadir shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, narxini 2,5 million so'm qo'yishdi. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Oybek Qosimov degan bo'lsalaring, xudo xolasa dastavkasini Toshkentgacha bepul qilib berishar ekan. Toshkentda u yo'g'iga bir 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Bizin, gaz pas, abet puli do'stlar. Xudo xolasa past nomerga aloqa chiqarasizlar deb men nari operator gapirdim, u olmay qo'yibdi do'stlar. Do'stlar, like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar.